Assalomu alaykum. Azizlar, bugungi videomizda zaytun moyini qanchalik sog'liq uchun foydalari borligi va uni to'g'ri tanlash borasida qoidalar haqida gaplashamiz. Dietologlar va tibbiyot mutaxassislari ushbu mahsulotni 8 ta muhim foydali xususiyatini alohida qayd etishadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sifatli va haqiqiy zaytun moyini ajratib olish bo'yicha zarur tavsiyalarga ham ega bo'lasiz. Zaytun moyining qanday turlari bor? Do'konda adashmaslik uchun zaytun moyining 4 ta asosiy turi borligini bilish kerak. Eng sifatlisi va foydalisi extra virgin turidir. Bu eng sara zaytun mevalaridan birinchi sovuq siqimda olingan moy. Unda hech qanday kimyoviy ishlov yo'q. Tarkibidagi barcha vitaminlar, antioksidantlar va o'sha o'ziga xos xushbo'y hidi to'liq saqlanib qolgan. Ikkinchisi virgin olive oil. Bu ham tabiiy moy, lekin unga ishlatilgan zaytunlar ekspertlar tomonidan oliy navli deb topilmagan. Sifati yomon emas, lekin extra virgindan bir pog'ona pastda turadi. Uchinchi pure yoki refined turlari. Bu rafinerlangan, ya'ni kimyoviy ishlov berilgan moylar. Uning hidi va ta'mi deyarli yo'q. Ozuqaviy qiymati past, lekin qovurish uchun ishlatsa bo'ladi. To'rtinchi eng sifatsizi pomace oil turi. Bu zaytun kunjarasidan, ya'ni chiqindisidan ikkinchi marta yuqori harorat va kimyoviy erituvchilar yordamida olingan moydir. Eng arzon va foydasi eng kam tur hisoblanadi. Salat uchun qaysi birini ishlatamiz? Salatlar uchun faqat extra virgin, ya'ni rafinerlanmagan moyini tanlash mumkin. Sababi rafinerlangan, ya'ni tozalangan moylar yuqori haroratda qayta ishlanadi. Natijada ulardagi mineral va vitaminlar juda kam miqdorda qoladi. Salatga sof, tabiiy moy qo'shsangiz, u nafaqat taomni ta'mini ochadi, balki organizmingizni yallig'lanishdan himoya qiluvchi kamyob antioksidantlar bilan ta'minlaydi. Zaytun moyining sog'liq uchun foydalari. 8 ta xususiyat. Zaytun daraxti mevasidan olingan moyning 14% to'yingan yog'lardan va 11% omega 3 hamda omega 6 kabi to'yinmagan yog'lardan iborat. Lekin uning asosiy qismini monoto'yinmagan yog'lar olein kislotasi tashkil etadi. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, ushbu kislota yallig'lanishni kamaytiradi va saraton kasalliklarini oldini olishga ta'sir qilishi mumkin. Birinchi siqimdagi zaytun moyi juda to'yimlidir. Zarur yog' kislotalaridan tashqari u K va E vitaminlarini, shuningdek surunkali kasalliklar rivojlanish xavfini kamaytiradigan kuchli antioksidantlarni o'z ichiga oladi. Ular yallig'lanishga qarshi kurashadi va qondagi xolesterinni oksidlanishdan himoya qilib, yurak kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Organizmdagi surunkali yallig'lanish diabet, artrit va Alsgeymer kasalligi rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Zaytun moyi tarkibidagi oleokantal moddasi tufayli yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. Bu ibuprofen kabi ta'sir ko'rsatadigan antioksidantdir. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, 50 gramm moyning ta'siri kattalar uchun mo'ljallangan ibuprofen dozasining 10% ga teng. Boshqa bir tadqiqot esa zaytun moyidagi antioksidantlar yallig'lanishni keltirib chiqaradigan oqsil va genlarni bostirishi mumkinligini ko'rsatdi. Revmatoid artrit. Bu immunitet tizimidagi buzilish tufayli sog'lom hujayralar zararlanadigan va bo'g'imlar yemiriladigan autoimmun kasallikdir. Taomlarga zaytun moyini qo'shish oksidlanish jarayonini kamaytirishga va yallig'lanishni qaytarishga yordam beradi. Shifokorlar uni baliq moyi bilan birga iste'mol qilishni maslahat berishadi. Bunday majmua bo'g'imlarni mustahkamlaydi, og'riqni qoldiradi va artritda qo'llardagi harakat cheklanishini kamaytiradi. Olimlarning fikricha, zaytun moyi qondagi qand miqdoriga va insulinga bo'lgan sezuvchanlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 418 kishi ishtirokida o'tkazilgan tadqiqot shuni tasdiqladiki, O'rta Yer dengizi parhezi ikkinchi toifa qandli diabet rivojlanish xavfini 40% dan ko'proqqa kamaytirgan. Sog'lom ovqatlanish uchun ratsionda boshqa elementlar, oqsillar va
uglevodlar ham muvozanatlashgan bo'lishi muhimdir. Odatda ratsiondagi yog'lar miqdori qat'iy cheklanishi kerak. Shunga qaramay dietologlar zaytun moyiga boy parhezni qomat ixchamligi uchun eng samarali deb hisoblashadi. 30 oy davom etgan tajribada Ispaniya kollejlarining 7000 ga yaqin talabasi har kuni ovqatga zaytun moyi qo'shib iste'mol qilishgan. Natijada ular nafaqat vazn orttirishmagan, balki ba'zilari ortiqcha vazndan xalos ham bo'lishgan. Rivojlangan mamlakatlarda insult yurak yetishmovchiligidan keyingi o'rinda turadigan eng ko'p uchraydigan o'lim sabablaridan biridir. 841 ming kishi ishtirok etgan 32 ta tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zaytun moyi ushbu kasallikni xavfini kamaytiradigan yagona monoto'yinmagan yog' manbai hisoblanadi. Zaytun moyi zararli bakteriyalarni, jumladan ko'pincha oshqozon yarasiga sabab bo'ladigan bakteriyalarni bostiradi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, zaytun moyi ushbu bakteriyaning 8 ta shtampiga qarshi kurashadi. Ulardan 3 tasi hatto antibiotiklarga ham chidamlidir. Infeksiyaga qarshi kurashish uchun olimlar kuniga 30 gram zaytun moyi iste'mol qilishni tavsiya etadi. Zaytun moyini qanday to'g'ri tanlash kerak? Asosiy qoida: moy qancha yangi bo'lsa, shuncha foydali. Shuning uchun yaroqlilik muddatiga alohida e'tibor bering. Eng yaxshisi birinchi siqim extra virgin moyini sotib olish lozim. U zaytun tarkibidagi antioksidantlar va biologik faol moddalarni o'zida saqlab qoladi. Shunga qaramay bozordagi har ikkinchi shishada extra virgin belgisi bo'lsa-da, uni ichidagi mahsulot refinerlangan moylar bilan aralashtirilgan bo'lishi mumkin. Yorliqdagi tarkibga e'tibor bering va sifat sertifikatini so'rang. Quyidagi belgilar moyni kelib chiqishini anglatadi. Bu daraxtlarni yetishtirishdan tortib qadoqlashgacha bo'lgan barcha jarayonlar aniq bir hududda amalga oshirilgan mahsulotlar uchun Yevropa markirovkasidir. Sovuq siqimdagi zaytun moyi yashil va sarg'ish tusga ega bo'ladi. Sovuq siqimda moy faqat filtrlash orqali tozalanadi. Shuning uchun undagi foydali biologik faol moddalar parchalanmaydi. Yuqori sifatli birinchi sovuq siqim moyi o'zini kuchli yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlari bilan mashhur. Chunki uni tarkibida aliokantal, aletsin, alfa tokoferol, tirazol, gidrokortizol va skvalen kabi moddalar mavjud. Ammo bunday moy qovurish uchun mos kelmaydi. Refinerlangan zaytun moyi tarkibida polifenollar bo'lmaydi, lekin u ham foydali hisoblanadi. Chunki unda monoto'yinmagan yog' kislotalari ko'p. Ular och qoringa insulin miqdorini kamaytirishi va yaxshi xolesterin ko'payishiga yordam berishi mumkin. Refinerlangan moy qovurish uchun ham ishlatilishi mumkin. Biroq kanserogen moddalar hosil bo'lmasligi uchun minimal miqdorda moy ishlatish va uni tutab ketadigan darajada yuqori haroratgacha qizdirmaslik. Ko'rib turganingizdek, to'g'ri tanlangan zaytun moyi sog'liq uchun katta ahamiyatga ega. Eng muhimi, salatlar uchun extra virgin, qovurish uchun esa refine turlarini ajratib ishlatishni unutmang. Agar video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing, foydali maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling azizlar.